Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. Mana bugun Yevropa Chempionlar Ligasi 4-tur o'yinlari bo'lib o'tadi. 4-tur o'yinlarida qayd etilishi ehtimol bo'lgan o'yinlar haqida Nuriddin TV kanalining taxminiy fikrlari. Napoli Eintracht jamoalar o'zaro shiddatli kurash olib boradi. O'yinda gollar almashgan holatda o'yin durang bilan tugash ehtimoli yuqori. Slavia Arsenal. Ushbu o'yinda Arsenal albatta yirik hisobda natija qayd etadi. Gol o'tkazmagan holatda Arsenal so'nggi o'yinlardan kelib chiqib shunaqa xulosa qilish mumkin. 3-o'yinimiz Atletico Madrid va Union jamoalari. Bu o'yinda ham Unionning zaifligini hisobga olib, Atleticoning g'alaba qozonishi ehtimoli yuqori. Albatta gol o'tkazmaydi. Bodo Glimt Monaco jamoalarining uchrashuviga taxmin qilish juda osonroq. Bodo Glimtning o'ta soddaroq jamoa ekanligini hisobga olib, Monaco albatta kuchli jamoa bo'lmasa-da, gol o'tkazsa-da, ushbu raqib ustidan g'alaba qozonish ehtimoli yuqori. Tottenham Kopenhagen, ya'ni albatta daniyaliklar ustidan albatta Tottenham, ya'ni London jamoasi g'alaba qozonadi. Londonning so'nggi natijalari aslida yomon emas. Aslida Chelseaga yutqazgan bo'lsa-da, oldingi o'yinlari shuni ko'rsatmoqda. Sporting Juventus o'yinida albatta Juventusning natijalari oldingi o'yinlari yomon edi, lekin murabbiy o'zgargandan so'ng o'yinda o'zgarish bor. Sporting ham albatta qarshilik qiladi. Bu o'yinda kichik hisobda Juventus g'alaba qozonish ehtimoli bor. Albatta jamoalar o'zaro gollar almashish ehtimoli yuqori. Olympiakos PSV jamoalari. Albatta bu o'yin juda qiziq bo'lishi mumkin. Gretsiya va Gollandiya jamoalari o'zaro bellashib ko'radi. Bu o'yinda taxmin qilish juda murakkabroq. Jamoalarning natijalari kelib chiqadigan bo'lsak, o'zaro nursiz durang deb taxmin qilib ko'ramiz. Shunday hisobda tugashi ehtimoli yuqori. PSG va Bavariya bu turning 4-turning eng qiziqarli va dramatik tarzda kechadigan o'yinlardan biri. Jamoalar o'zaro raqiblarni ayamasdan yirik hisobda yutish bo'yicha master klass o'tkazadigan jamoalar, professor jamoalar desak bo'ladi. Bavariya ham, PSG ham. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, gollarga boy, hujumkor o'yin bo'ladi va o'yin katta ehtimol bilan durang bilan tugashi mumkin. Taxminiy hisob-kitob menimcha 2-2 bo'lishi mumkin. Ya'ni taxmin albatta gollar ko'p bo'ladi degan fikr menda bor. Liverpool Real Madrid bu jamoalarning uchrashuvi albatta Liverpoolning so'nggi turda g'alaba qozonganligi bor, lekin so'nggi tur o'yinlaridagi Liverpoolning himoyasining zaifligi, raqibga nisbatan qarshilik ko'rsatish ehtimoli yomonligidan kelib chiqadigan bo'lsak, Real Madrid albatta bu o'yinda ham g'alaba qozonishi mumkin. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.